Assalomu alaykum. Ali Qambar hazratlari yaxshimilar? Oila, xonadon, o'g'il qizlar, nabiralar tinchmi-kam? Salomatmisiz? Armiyadagi quroldosh do'stlarni eslab, quroldosh do'stlarim uchun maxsus she'r qilib yozibsiz aka. Qo'ldan kelganicha o'qib siz aziz muhtaram zotlarga taqdim qilyapman. To'g'ri tushunib qabul qilasizlar degan umiddaman. G'animat onimiz shu bo'lsa kerak, keksalik nedandir bermoqda darak. G'animat onimiz shu bo'lsa kerak, keksalik nedandir bermoqda darak. Sizlarni bizlarni ayirmas falak, quroldosh siz mening aziz do'stlarim. 50 yil bo'lsa-da didorlashamiz, umrimiz borini birga ko'ramiz. Yoshlikni eslab biz soqol silaymiz, quroldosh siz mening aziz do'stlarim. Gurkirab yurgan biz yoshlik chog'larni, bo'larmi unutib o'sha onlarni? Vatanni sog'inib o'tgan kunlarni, quroldosh siz mening aziz do'stlarim. Do'stlarni didori g'animat bo'lur, ko'rganda bag'rimga boskim ham kelur. Alarni har biri qadrdon bo'lur, quroldosh siz mening aziz do'stlarim. Farishta yuzingiz nurlar sochadi, qalbimda ezgulik eshik ochadi. Sizlarni sog'inib uyqum qochadi, quroldosh siz mening aziz do'stlarim. Sizlarni sog'inib uyqum qochadi, quroldosh siz mening aziz do'stlarim. G'animat onimiz shu bo'lsa kerak, keksalik nedandir bermoqda darak. Sizlarni bizlarni ayirmas falak, quroldosh siz mening aziz do'stlarim. Sizlarni bizlarni ayirmas falak, quroldosh siz mening aziz do'stlarim. Ali Qambar aka, ijodingizga omad.